Aeroponika ustida yetishtiriladigan qulupnay ko'chatlarimiz mana tepa tomoniga qalampir balg'arisga ekilgan, mana 4 balg'ariskimiz bor. Tepada yana bu o'ng tomonimizda 2 tup bodring, qolgani ismaloq ko'chatlarimiz. Mana qulupnay ko'chatimiz ekilganiga ancha bo'ldi. Yaxshi rivojlanish bosqichiga ketyapti. Mana xudo xolasa nimasi avjida, o'sishi yaxshi o'rnashib oldi. Hatto ukrop ham ekkanmiz, kashinuch sinov tariqasida ekdik. Mana nimasi yaxshi turibdi. Jadal rivojlanyapti. Mana kashinuchimiz ham yaxshi moslashib oldi. Nozul tizimida suvni sepyapti. Purkab tumanga qilib hosil qilib beryapti. İçki sharoitimiz mana.